xonadoningizga. Hammalaringiz ham xuddi shunday kunga yetkazsin Allohim. Yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda mana shunday mana ularda o'tirish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Mana bu jajji nabiralarimiz kelgusida elimizga, xalqimizga, oilasida yaxshi xizmat qiladigan insonlar bo'lsin. Xudo xolasa mana bu harbiylarga o'xshagan harbiylar bo'lsin. Harbiylar borki, mana to'yimiz tinch. Harbiylar bor, yo'limiz tinch. Harbiylar bor, bemalol har qanday ma'rakani o'tkazamiz. Bizning vaqtimizga harbiylar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Harbiylarimizni Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Mana shu yerda o'tirgan qora ko'zlarni hammasini uylarida to'ylar bo'lsin, kelin olaman deganlar kelin olsin. Qizini uzataman deganlar Allohim yaxshi joylarga, kuyovlarga uzatsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashuv hammamizga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Rahmat. Hoji bobomizning gaplariga men ham qo'shilaman. Sizlarga hammalaringizga rahmat. Boshlaringiz to'ylardan chiqmasin. Hamisha to'y bo'lsin kunlaringiz. Qo'shganlaringiz bilan qo'sha qarib, mana shunday katta to'ylarga, ertaga uylanish to'ylariga ham kelishlik nasib qilsin. Hammalaringizga ko'pdan ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Tayraga to'y qutlu bo'lsin. Yangi nevaralar to'y qutlu bo'lsin, musulmon to'yi. O'lmasin ham, Hasan ham. Amon bo'lmizlar, to'y qutlu bo'lsin og'aynilar. Bizlar Shimkent shahridan keldik. Hammalaringiz uylarda to'y bo'lsin. Rahmat sizlarga. Malades o'lmas. Amon bo'lmizlar, charchamangizlar. Assalomu alaykum. Tayraga yangi to'ylar qutlu bo'laversin. O'lmasjon. To'ylaringiz qutlu bo'laversin. Hammangizga o'zida to'y juxsi bo'lsin. To'y qutlu bo'laversin. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezmonlar, harbiylar, mana ukamizni oshnalar, og'aynilar hammaga to'y qutlu bo'lsin. Mana shu to'rttala nevaramiz baxtli, saodatli bo'lsin. Yaxshi kunlarda O'zbekistonga xizmat qiladigan bir yaxshi insonlar bo'lib chiqsin. Rahmat. To'ylar qutlu bo'lsin.